Aka-ukalar tayyor mana. Suv oqib turibdi. Mazza qilib yerlarni sug'ursalar ham bo'ladi. Zo'r lokatsiyadan zo'r yer topib berdim, xudo xolasa. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Nadirmatda. Xo'p, bu o'ng tomonimizda bir pitay hamma biladi, mana shu atrofli odamlar biladi. Mostdan tushish, Kamiyat most, bir pitagimiz 200-300 metr atrofida. Chap tomonimizda Nadirmat metan, batan bir 300 metr atrofida lokatsiyamiz zo'r. Mana asfaltlar bo'lgan, mahallamizga asfalt bo'lgan. Bu joyimiz egalari 3.6 sotik deyaptilar. 3.5 sotikga gaplashaveramiz. 3.5 sotik deb aytaveringdilar. Bu tomoncha tekizlab turib, devor urib olinsa, u suvni uyni ichidan olib o'tsa ham bo'ladigan qilsa bo'ladi deyaptilar akamiz. Bemalol qilsalar ham bo'ladi va tepda eshik qo'yib turib, tomonlarni yopsalar ham, mana ular tozalansa, to'rtburchak qilib, cho'tki qilib, xudo xolasa, chiroyli uy solib, bitta xonadon, bitta oila yashasa bo'ladigan joyimiz aka-ukalar. Narx-navozi ham zo'r holatda, xudo xolasa. Buni aka-ukalar 28 mingga qo'yilgan ekan. Hozir pul zaril yonyapti. Chiroyli qilib chiqarib bering dedilar. Xudo xolasa harakatdamiz. Buni aka-ukalar hop 26,5 mingga qilib beraman dedilar. Past nomer yozib qo'yamiz. Akamizga aloqaga chiqib, kelib ko'rib, ma'qul bo'lsa, dokumentdan muammo yo'q ekan. Notariusda bemalol kelib ko'rib, gaz suv svetdan muammo yo'q, qishda ham gaz o'chmadi deyaptilar. Endi bu akamizning gaplari to'g'risi. Men bu yerda yashamayman, mancha Nandaroqda yashayman. Kanalizatsiya hali mana shu kelmagan, lekin asfaltlar bo'lib, chiroyli bo'lib qolgan mahalla, qo'shnilar yaxshi, tinch joy. Xudo xolasa bemalol kelib ko'rib, ma'qul bo'lsa, baraka qilaverasizlar. Azizbek Olimjonovdan oldim deyish esdan chiqmasin.